3 million 400 ming so'mdan oshxona mebeli Vodiyga, Toshkentga dastavkasi bepul. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Uzunligi 240, balandligi 200 necha edi? 35 sm. 235, balandligi 235, uzunligi 240. Xo'p, komplektni ichida mana bunaqangi to'rtburchak mo'ykasi, meva-cheva yuvadigan setkasi, semisitili hamda suyuq shampunga joyi, sushilkasi bor. Misol uchun tarelkalar, sushilkalar bunisi tarelkadan tushgan suvni to'playdigan joyi. Demak, 3 million 400 ming so'mga. Plafonlari bor. Chekkalari kromka bo'lgan, mana kromkalari turibdi. Kromka bo'lgan. Xo'p. Bu laminatmi, akrilmi aka? Akril aka, akrildan kashtan. Akrildan, kashtan firmaniki qilingan. Juda ham yaxshi. Installationnasi qattiq ekan buni. Zavodskiy ustashimiz aka o'zimiz Toshkentdan chiqargan aka bu. O'zimiz Toshkentda chiqayotgan. Bu suvga qanaqa chidamlik buni? Aka, hammasini ustida tursa hech narsa bo'lmaydi aka. Toshkentniki ham, rossiyskiy ham aka. Bu arra tekkan joylarga tegsa aka, hozircha ish qoladi aka bari. Ha, iloji boricha, misol uchun mana bu joylar yopiq, suv tursa hech nima qilmaydi. Orqalar kafil qilingandan keyin mana shu joylarini misol uchun germetika qilingan bo'lsa, ichiga ochilgan joylariga suv tegmasa bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mo'ykasi ham juda chiroyli ekan. Endi dumaloq mo'yka bo'lsa nechi bo'ladi? Arzonroq mo'yka dumaloq. Dumaloq mo'yka bo'lgan bo'lsa aka 200 ming so'm minus bo'ladi, arzonroq. 3 million 200 ming so'm bo'ladi. Mana bunaqangi dumaloq mo'yka bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu 3 million 200 ming so'mga aylanadi. 4 burchak mo'ykasi bilan 3 million 400 ming so'm bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi bu ishimiz-chi aka? Bu ishimiz ham aka razmeri 235 aka. 235 ga necha? 2 metr bo'yi aka. 2 metr. Juda ham yaxshi. Endi bu laminatmi? Material laminat aka, rossiyskiy laminat. Aha. Chekkalari ham buni rezin kronka ishlatilgan aka. Eshiklari vakuum. Vakuum aka. Turishi nechi pul bo'ladi aka? Toshkentga Vodiyga dastavkasi bepul faqat. Aka, bu turishini 2 million 200 ming so'm chiqaryapmiz. 2 million 200 ming so'mga Toshkentga Vodiyga dastavkasi bepul. Tushunarli. Endi bu xuddi shuni sherigi bo'ladi. Boshqa rangi ham bor buni hozir. Ranglari ko'p aka. Ranglari bor. Xo'p. Xo'p, buni razmeri necha aka buni? Razmeri 280 aka, uzunligi 280 ga bo'yichi. 235. 235. Xo'p. Plafonlari bor. Ha? To'rtburchak mo'ykasi bor. Xo'p, juda ham yaxshi. Necha pul qilib beramiz buni aka? Aka, buni 4 million 800 ming so'm beramiz aka. 4 million 800 ming so'm. Orqalari mana kafir qilingan ekan. Agar uyni misol uchun ko'pchilik hozir novostroyga qilyapti, boshqa qilyapti. Orqasi kafeli bo'lsa, kafilni pulini o'tib beraverasizmi? Ha, chiqarilib keladi aka, kafel. Kafilni pulini o'tib beraverasiz. Misol uchun necha puldan o'tib berasiz metriga? Metriga aka 50 ming so'mdan o'tiladi. Metriga 50 ming so'mdan o'tib berilarar ekan. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar. Bitta summasini eslatib qo'yaylik buni. 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ming so'mga shu turishi. Endi bu tomonda xuddi shuni, adashmasam, boshqa rangga, to'g'rimi? Boshqa rangga. Korishniy bilan moloshniyni kombinatsiya qilingan. Bu rangi ham juda ham chiroyli ekan. Endi bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, bu zakazga qilingan ishmi bu aka? Ha, shunaqa. Vitrina va xo'p, 3 etajli haytega ekan, oq bilan qanaqa bu? Siyoh rangmi bu? Qanaqa rang? Ha? Rangi ham ajoyib chiroyli ekan. Installationnasi juda ham chiroyli. Orqalari kafelmi yo granit? Orqalari kafel aka. Orqasi kafel. Bu ruchkasiz fason deyiladi, ya'ni high-tech fasonda ruchkaligi juda ham chiroyli. 3 etajli. Balandligi necha aka? 260 aka balandligi. 260 ga uzunligi 4 metr aka. 4 metr. 1 pagonometr necha pul chiqyapti shu holatdagiz? 1 pagonometr aka 2 million 800 ming so'mdan yasab beryapmiz. 2 million 800 ming so'mdan 1 pagonometr. Masalan, mana shu joydan 1 metr bo'ladigan bo'lsa, tevaga chiqsangiz 260 gachasi 1 pagonasi. Endi bu tomonga uzuni, misol uchun 3 metr bo'ladimi, 4 metr bo'ladimi? 1 metri 2 million 800 ming so'mdan pagonometri chiqyapti. Shunaqa holatda mana ko'ringlar, juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Oynalari, misol uchun meva-cheva qo'yib qo'ysan ham ko'rinib turadi, chiroyli. Ruchkasi yo'q. Juda ham yaxshi. Mana ochishlari ham mana. Bu tomonda javonchasi. Yana bitta tortmani torsalaring. Itarish kerak ekan buni. Qoshiqdoni ham bor ekan. Qoshiq, vilka, shunga o'xshagan narsalar qo'yib berasiz. Bitta dasturdan mana sekin tortib oladi. Demak, 2 million 800 ming so'mdan bunisini zakaz qilishlaringiz mumkin. Toshkentga Vodiyga o'lchash dizayn xizmati bepul aka, xudo xolasa. Bunisi-chi aka? Razmeri 3 metr aka, uzunligi 3 metr, bo'yiga 235 sm aka. 3 metrga 235. Ha? Installationnasi bor, kafel bor, mo'yka bor, sushilka bormi? Sushilkasi bu yerda aka. Sushilkasi bu tomonda. Juda ham yaxshi. Xo'p, shu turishi necha pul chiqyapti hozir buni? Bu turishi aka
5 million 300 ming so'm chiqarib beryapmiz aka. 5 million 300 ming so'm chiqarib berilyapti. Bunda ham plafonlari bor. Ulab qo'ysa 3 xil svet yonadi. Tagida duxovkaga joyi, tevada vitech havo so'radiganga. Bu tomonda joylari bor. Mana buni ham dizayni juda chiroyli bo'lgan ekan. Mana qaranglar. Taylari mana qo'shimiz tortmalari, pastida tortmalari. Endi mana. Bilasiz, bu ham tortma hisobida. Mana qaranglar. Joyi ham ko'p ekan. Ko'p narsa sig'dirsangiz bo'ladi bunga. Misol uchun katta ro'zg'orlarga juda ham yaxshi. Demak, 5 million 800 ming so'mga shu komplektni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aka, Toshkentga vodiyga dastavkasini bepul qilib beramiz inshaalloh. Aka, xudo xolasa bepul. Ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar, xudo xolasa Telegramda yozsalaring ham bo'ladi. Xohlasalar kelib ko'ringlar. Xohlasalar rasmini tashlab skrinshot qilib Telegramga yozib menga majinadan jo'natib oling desangiz, jo'natib yuborishadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Video ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.